shaxsan o'zim har bittasiga $100 beraman. Bugun, ya'ni 1-apreldan Tashqi Center avtosalonida juda katta yangilik. Endi banklarimizda yillik foizi 27.9 dan 23.9 gacha tushgan. Sug'urta to'lovlari 30% gacha arzon bo'lgan. Endi boshlang'ich to'lov ham, oylik to'lov ham sezilarli darajada arzon bo'ladi. 1,5-2 ming dollarga chiqadigan mashinalar $500, $600 yana ham arzoniga chiqadi. Takzi oylik to'lovlar ham juda arzon bo'ladi. Bugun 1-aprel, lekin bizda hazil yo'q. Naqd $2,5 ming. Birinchi kelgan 25 ta odamga shaxsan o'zim har bittasiga $100 beraman. Qolasalar chexol, qolasalar polik, benzin. Juda katta assortiment, xohlagan mashinalar bor. Bitta avtosalonga kelib turib, bitta avtosalondan xohlagan mashinalarni topib, bitta joydan ishinglar hal bo'lib chiqib ketish uchun Tash Avtocenter. 12 ta viloyat bemalol kelaverasizlar. Sizlar xohlagan hamma mashinalardan bor. Assortiment juda katta. Boshlang'ich safhatiga 10% dan boshlab, 4 xil bankdan 4 xil grafikda hisoblab beramiz. O'zingizga ma'qulni o'zingiz tanlab olsangiz bo'ladi. Eng ko'p sotiladigan Cobaltlar, xohlagan ranginglardan, xohlasanglar gazli, gazsiz, probegli 2024 $1,800, $1,800. Yangi bes probeglarimiz Midnight 2025 bor yo'g'i $3,000 boshlang'ich to'lov bilan. Damas labolarimiz bizda aksiyada yangi 25 shot spravkada zavod narxida kredit qilib beramiz. To'layotgan pulinglar tanadan minus bo'ladi. Boshlang'ich $2,500 to'lab, 3 yilga 2,900 dan, 5 yilga 2,200 dan. Nalichida 30 ta Damas, 20 ta laboyimiz qolgan. Shoshilib qolinglar.